Xotin mukofotmi, jazomi? Xotin mukofotmi, jazomi? Agar xotinni Allohning toatiga boshlasangiz, u mukofot. Agar o'zini holiga tashab qo'ysangiz, jazo. To'g'rimi? To'g'rimi? Agar siz Allohni tanitib, Allohdan qo'rqishlikka o'rgatsangiz, o'zingiz diyonatingizda mahkam tursangiz, shuni sizni hayotingizda ko'rsa, xotin ham ergashib Allohdan qo'rqar edi. Shuning uchun qo'liga katta boylik berilgan insonni ko'rgan paytda, buni hayoti zo'r demang. Qarang, u boyligi nimaga sarflanyapti? Qayerdan topyapti va qayerga sarflayapti? Alloh halol degan joydan topib, halol degan joyga sarflayotgan bo'lsa yaxshi. Aks holda bu harob buni holi. Farzand mukofotmi, jazomi? Xuddi shu qoida. Agar Allohni tanitgan bo'lsangiz, Allohning toatida turgan bo'lsa, farzand mukofot. Aks holda nima? Jazo. Mana shu asosiy qoida.